Endi bolalaringiz barmoqlari yordamida rasm chiza oladi. Farzandingiz bilan oddiy bo'yoqlar yordamida ajoyib san'at asarini yaratishga tayyormisiz? Unda farzandingiz barmoqlarini ishga soling. Barmoqlar orqali rasm chizish bu nafaqat o'yin, balki tasavvurni kengaytiradi, motorikani rivojlantiradi, bolaga ranglar va shakllarni o'rganishga yordam beradi. Bugun birgalikda quyon, tovuq yoki hatto jirafa rasmini chizamiz. Faqat barmoqlar orqali. Qo'lingizga bo'yoq oling, farzandingizga erkinlik bering. Chinakam ijod shu yerda boshlanadi. Izohlarda barmoq so'zini yozib qoldiring. Ko'ramiz qancha odam farzandi kelajagi bilan jiddiy shug'ullanar ekan. Shunga o'xshash barmoqlar yordamida chiziluvchi rasmlarni esa bizning Telegram kanalimizdan bepulga ko'chirib oling. Telegram kanalimiz profil shapkasida. Endi bolalaringiz barmoqlari yordamida rasm chiza oladi. Farzandingiz bilan oddiy bo'yoqlar yordamida ajoyib san'at asarini yaratishga tayyormisiz? Unda farzandingiz barmoqlarini ishga soling. Barmoqlar orqali rasm chizish bu nafaqat o'yin, balki tasavvurni kengaytiradi, motorikani rivojlantiradi, bolaga ranglar va shakllarni o'rganishga yordam beradi. Bugun birgalikda quyon, tovuq yoki hatto jirafa rasmini chizamiz. Faqat barmoqlar orqali. Qo'lingizga bo'yoq oling, farzandingizga erkinlik bering. Chinakam ijod shu yerda boshlanadi. Izohlarda barmoq so'zini yozib qoldiring. Ko'ramiz qancha odam farzandi kelajagi bilan jiddiy shug'ullanar ekan. Shunga o'xshash barmoqlar yordamida chiziluvchi rasmlarni esa bizning Telegram kanalimizdan bepulga ko'chirib oling. Telegram kanalimiz profil shapkasida.